Assalomu hurmatli brifing qatnashchilari. 2025 yil davomida ауыл xo'jaligida amalga oshirilgan жұмыстар bo'yicha ma'lumot beraman. 2025 yil davomida belgilangan vazifalar bo'yicha жұмыстарды тиісті тарау қайнекелерімен біргелікте системалы шөкемлестіргенбіз. Mavsum davomida har bir kunni unumli пайдаланған holda shigit егу ham tarauda investitsiyalar tartu ham o'zlashtiruvda tezlashtirish hamda belgilangan eksport ko'rsatkichlarni o'rinlash bo'yicha aniq vazifalar belgilaganmiz. 2025 yıl o'yinim uchun 314.281 gektar tikaga yaqin maydonlarına ауыл xo'jaligi ekinlari joylashtirildi. Ma'lumot uchun 80.000 gektarga paxta, 53.000 gektarga g'alla, 12.000 gektarga sali, 12.700 gektar ovish, 10.600 gektarga paliz, 2.5 gektarga kartoshka, 31.000 gektar sobiqli, 22.900 gektarga mayli hamda 82.100 gektarga azıqliq ekinlar egu жұмыстары fermer xo'jaliklar hamda ауыл xo'jalik korxonalari bilan egilib belgilangan. Sonday-ақ жыл жұмағы жағдайына бола 80.000 gektar maydonga shigit, 12.917 gektar ovish, 23.148 maydonlarga mayli, 31.733 gektar sobiqli, 2.515 gektar kartoshka, 76.487 gektar maydonga azıqliq ekinlar egu жұмыстары to'liq жұмақланды. Сонымен бірге бидайдан босаған 25.050 gektar maydonga takrar ekinlar егілді. Ma'lumot uchun 2.700 gektarga ovish, 1.200 gektar paliz, 9.400 gektarga sobiqli, 1.5 gektarga mayli, 3.800 gektar azıqliq hamda 6.5 gektarga boshqa ekinlar egilgan. Baq ham жүзім qator aralarına jami 2.510 gektar ауыл xo'jaligi ekinlari joylashtirdi. Bundan 2.400 gektar ovish, 100 gektar paliz ekinlari. Sonday-ақ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 30 sentyabrdagi 151 farmoni bilan Qoraqalpog'iston Respublikasi rayonlarida 2025 yilda 800 gektar maydonda жаңадан baq ham жүзімзарлар жарату belgilendi. So'ng içinde 645 gektar meyveli baq ham 155 gektarda жүзімзар. Бұл жұмыста әмелде 658 gektar maydonda meyveli baq ham 144 gektar maydonda жаңадан жүзім бағлар жаратылды. Ауыл xo'jalik eksport kөлемін arttırу maqsadında 47.300 мың долларлық hamda 83.200 tonna meyve ovish ham oziq-ovqat өнімдерін eksport ету rejalashtirilgan. 2025 yılı 71.700 dollarlık hamda 65.700 tonna meyve ovish ham oziq-ovqat san'ati өнімдері eksport etildi. Belgilangan rejalardan 152%ga o'rinlandi. Bundan tashqari 74.900 gektar maydonlarga resurs unumlovchi texnologiyalar yengizu bo'yicha rejalar belgilab olingan. 2025 yılı jami 75.222 gektar maydonlarda suvni unumlovchi texnologiyalar yengizildi. So'ng içinde 62.185 gektar maydonlar lazerli tekislagichlar yordamida tekislandi. Bundan tashqari 1.879 gektar javonlatib hamda 6.129 gektar ikemlesi için құбырлар жәрдемінде суғару үскенлері енгізілді. Сондай-ақ ауыл xo'jaligi ham oziq-ovqat бағдарында бүгінгі күнде jami бағасы 780 milliard 600 million so'mlik 97 joybarlar qalbleştirilgan. Ham осы joybarlar amalga ashiru natijasida 1369 жаңа жұмыс орнын жарату belgilangan. Бұл joybarlar шеңберінде jami baqa 783 milliard 725 million so'm qarjlar o'zlashtirilib, bugungi kunda hamma 97 joybarlar amalga ashirilib, жаңадан 1416 жұмыс орны жаратылды. 2025 yılı 15 rayonдағы 2834 konturda құны 70 milliard 500 million so'mlik ilojlarni sondan 59 km sug'aruv tarmoqlarini o'nglab ham 10 km o'nglab 5,5 gektar maydonda agrotexnikалық ilojlarni amalga oshirish orqali yil davomida 8745 gektar sug'oriladigan yer maydonlarni qayta foydalanib kirituga belgilangan bo'lib, 2025 yılı
ирригация мелиорация объектілерін құру һәм реконструкциялау ілажылар текарында 8745 гектар суғарылатын жер майданларын қайта пайдалануға кіргізу бойынша барлық жұмыстар толық орындалып, һәм 6034 жаңа жұмыс орнын жаратылуына ересілді. Қарақалпақстанда механизациялау жағдайын жақсылау мақсатында биылғы жылы бағасы 55 миллиард сомлық 810 ауыл қожалық техникалар сатып алынды һәм техника тәминат алып берілді. Бұл 85%-тен 90%-ға жеткерілді. Ітбарыңыз үшін рахмет.